بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yoki payg'ambarlarning sifatlari haqida so'zlashayotgan edik. U zotlarga vojib bo'ladigan narsalar va joiz bo'ladigan narsalarni o'rgandik. Yo'q, vojib bo'ladiganini o'rgandik, amr maholni o'rganamiz endi. So'ng joiz bo'ladiganiga kelamiz. Ya'ni bu borada vojib bo'ladigan, joiz bo'ladigan, amr mahol bo'ladigan deganimiz o'sha Qur'on, sunnatda sobit bo'lgan narsalar bilan bo'ladi bu. Ya'ni yuqoridagi Alloh taoloning sifatlarida aytilgandek amri mahol, ya'ni qabul qilinishlik jihati yoki qabul qilmaslik jihati u yoqda aksar holatlarda aqlan bo'lardi. Endi bu yerda shariat shunday deb xabar berganligi uchun birinchi navbatda shunday bo'ladiki, ikkinchi navbatda aqliy dalili ham bo'ladi u bilan birgalikda. Xo'p. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها. Ularning haqqida Alloh taoloning salatu salomlari bo'lsin u zotlarga, ularning ziddi amri mahol bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan sifatlarni ziddi amri mahol payg'ambarlar uchun. Ay diddu hadhihi alwajibat al-arba'ati al-mutaqaddimati alayhim. O'sha muqaddam bo'lgan 4 ta vojib bo'lgan narsaning ziddi. Bu yerda ham ziddan murod haligi ikkita vujudiy narsa ko'zda tutilmaydi. Mutlaqul munafi. Mutlaq qarshi, qarama-qarshi bo'lgan narsa ko'zda tutiladi. Ad-diddul istilohiy emas. Zidni, ya'ni qarama-qarshilikning 4 qismini istilohiy suratda o'rganib chiqdik-ku. O'sha ma'nodagi zid emas, balki mutlaq ma'noda, lug'aviy ma'noda aytilgan zid. Ya'ni bunga qarama-qarshi bo'lgan narsa degan ma'noda aytilgan. Shunday ekan, fayamtani'u fi haqqihim al-khiyanatu bi fi'li manhiyin anhu. إذ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح. Ularning haqqida qaytarilgan narsani qilish bilan xiyonat qilish amri mahol deydi. Mumkin emasdir. Payg'ambarlar qaytaribni qilmaydilar. Chunki ularning fe'llari vojib, mandub, ya'ni nafl va mubohdan xoli bo'lmaydi. Hamma fe'llari demak mana shu 3 ta ahkomlar atrofida aylanadi. Va hada bin nazari ila al-fi'li fi haddi zatihi. Bu gapimiz endi fe'lni o'ziga qaragandadir. Ya'ni bu yerda mubohni ham qo'shib qo'yishdik-ku. Hozir. Biz bilamiz, muboh amalni niyat bilan u amal ham ajrga, savobga aylanadi. Har bir muboh amal. Nafaqat payg'ambarlarda, valilarda ham, oddiy insonlarda ham muboh amal bilan yaxshilikni ko'zda tutsa, unga ajr yoziladi. Demak, fe'lni o'ziga qarasak, bu niyat qilinishlik jihatiga qaramasdan fe'lni o'ziga qarasak, muboh deb sanalgan amallardan iborat bo'ladi-da. Fe'lni o'ziga qarasak, vojib bo'ladi, yo mandub, yo muboh bo'ladi. Va amma law nuzira ilayhi bihasabi awaridihi. Lekin u fe'lning orizlariga, ya'ni u fe'ldan tashqari bir taraflarga qarab hukm qiladigan bo'lsak, avorizlariga qarab nazar solinadigan bo'lsa, avorizdan murod o'sha fe'lni o'zidan tashqari bo'lgan narsa, qo'shimcha narsalar. Masalan, bir muboh ishga bir muboh deb hukm qilamiz. Masalan, yeyish, ichish muboh amallarga kiradi. O'sha fe'lni o'ziga nima deb hukm qilamiz? Muboh amal deymiz. Lekin bir kishi o'sha yeb ichishdan maqsadi toatga quvvatli bo'lish,
ilmga quvvatli bo'lish, Alloh taolo rozi qiladigan ishlarda kuchli bo'lay deb qilsa, o'shanga ajr yoziladi. O'sha jihatdan qarasak, demak u savobli ish hisoblanadi, muboh ham. Payg'ambarlarning ishlari ham bunday qaraydigan bo'lsak, o'sha uchovidan tashqariga chiqmaydi. Fe'lni o'ziga qarasa muboh bo'laveradi. فالحق أن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير. Demak, orizlari bilan birga qaraydigan bo'lsak, fe'ldan tashqari o'sha fe'l bilan birga bo'ladigan niyatlar va hokazo fe'lni sifatiga qaraydigan bo'lsak, qiluvchisi tarafidan qilinishiga qaraydigan bo'lsak, ularning, ya'ni payg'ambarlarning fe'llari ham faqat vojib va mandub orasida aylanuvchidir. Ya'ni faqat vojib va mandub ma'nosida bo'ladi. Va ammal mubahu fala yaqa'u minhum kama yaqa'u min ghayrihim. Ammo muboh ulardan voqea bo'lmaydi, boshqalardan voqea bo'lgan kabi. Biz boshqa insonlar, payg'ambarlardan boshqa insonlar o'sha mubohlarni nima qiladi? Oddiy muboh ma'nosidan qilib qo'yaveradi. Niyat qilmasligi mumkin masalan. Muboh amallarda. Shuning uchun ham har bir muboh amalda yaxshi niyatni ko'zlashni tazkiya ulamolari nima qilishadi? Targ'ib qilishadi o'sha ma'noga. Savob bo'lishligi uchun, mandubga aylanishi uchun. Demak, payg'ambarlarda muboh amal voqea bo'lmaydi. Fe'lni o'ziga qaraganimizda muboh bo'lishligiga qaramasdan, lekin uni payg'ambarlar qilgan vaqtda u mubohning ortidan boshqa narsa ham ko'zlanganligi uchun u amallari doim yo mandub bo'ladi yo vojib amal bo'ladi. Bal la yaqa'u minhum illa musahiban li niyyatin tasrifuhu ila kawnihi matluba wa aqalluhu qasdu at-tashri'i lil ghayr. Balki ulardan faqatgina u talab qilingan bo'lishiga olib burib yuboradigan bir niyat bilan birga bo'lgan holda voqea bo'ladi amal. Ya'ni muboh amalni qilishgan vaqtda payg'ambarlar undagi niyat bilan qilingan, niyati bilan uni talab qilingan narsaga aylantirib yuboriladi. Va uning eng oz nimasi, o'sha talab qilingan narsa eng ozi o'zgalarga shariat qilib berishni qasd qilish. Muboh amalni qiladi, o'sha amal muboh ekanligini ummatga bildirish uchun qilgan bo'ladi. Demak, bu oliy maqsad bu ham. Va zalika min babi ta'lim, ta'lim bobidan shunday qilish mumkin. Va nahika bihi martabatan. Va nahika bihi martabatan, nahika kafika degan, ya'ni yetarlidir sizga bu ulug' martaba. Martaba ekanligini tushunishingizda yetarlidir demoqchi. Va idza kana ba'du tabi'ihim kal awliya la takhlu af'aluhu min al-wajib wal mandubi bi sarf al-mubahat bin niyyati as-salihati ila al-mandubati كأن يصرف الأكل للتقوي على العبادة وإقامة البنية والجماع لصون النفس عن الحرام وللنسل المطلوب وغير ذلك، فكيف بهؤلاء السادة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. Demek bazı tobelar, payg'ambarlarning ba'zi tobelar, avliyolar kabi, ularning fe'llari vojib, mandub, shu muboh amallarni solih niyatlar bilan mandubga aylantirib burib yuborish bilan amallari vojib va mandubdan xoli bo'lmas ekan, burib yuborishga misollar keltiryapti endi. Masalan, yeyishni ibodatga kuchli bo'lish, jismni raso qilish uchun bo'lsa, binyadan maqsad badan kuchli bo'lishligi. Va jimoni masalan haromdan saqlanish uchun, nafsni haromdan saqlanish uchun niyat qilsa va nasl talab qilingan nasl uchun talab qilgan bo'lsa va boshqa. Demak, vali zotlar mana shu ma'nolarda amallarini mubohdan mandubga aylantirar ekanlar. Qanday qilib endi bu oliyjanob sayyid bo'lgan payg'ambarlarda unday bo'lmasin, alayhissalatu vassalam deydilar. Demak, bu yerda o'sha urg'u berilayotgan narsa, payg'ambarlar qaytarilgan narsani qilmaydi, faqat va vojib va mandubdan iborat bo'ladi amallari. Muboh ham aytildi, vojib, mandub, muboh amallardan iborat bo'ladi, lekin mubohni o'sha fe'lni o'ziga qaraganda. Ammo niyat bilan qaraydigan bo'lsak, u faqat mandub bo'ladi.
وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ. Va ularga ya'ni yolg'on ham amri maholdir. O'tgan narsa sababli. Misollar keltirildi. Agar payg'ambar rostgo'y bo'lmasa, bunday bo'lib qoladi. U keyin ilohni o'zini ham, Allohni o'zini ham so'zida yolg'on kelib chiqib qoladi. Alloh taolo undan oliydir deb oldingi o'tgan darslarda zikr qildik dalillarini. ولقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Agar bizga ba'zi yolg'on so'zlarni uydirsa, la'akhadna minhu bil yamin, ya'ni kuch qudratimiz bilan uni jazoga olamiz. Jazoga olgan bo'lardik. Jazolagan bo'lardik. So'ng uni jon tomirini kesgan bo'lardik, ya'ni halok qilgan bo'lardik. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. O'shanda sizlardan birontangiz undan to'suvchi bo'la olmassizlar deb payg'ambarlarga nisbatan aytadi. Ya'ni yolg'on gapirmaydi payg'ambarlar. Yolg'on ular uchun amri maholdir. Yolg'on bo'lsa mana bu va'id kelib turibdi, payg'ambar bo'lsa ham. وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ كِتْمَانُ شَيْءٍ مِّمَّا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ. Shuningdek, ularga amri mahol bo'ladi. Buyurilgan tabliğ, ya'ni yetkazishga buyurilgan narsalardan biror bir narsani bekitishligi. إذ كيف يقع منهم الكتمان وهو ملعون صاحبه بنص قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Demak, qanday qilib yoki ya'ni zero qanday qilib ulardan kitman, ya'ni bekitish voqea bo'lsin. U bekituvchi, ya'ni Nabiy Alloh taoloning ushbu oyatini urg'usi bilan, nas ochiq dalolati bilan uning yolg'on sohibi mal'undir. Ya'ni bekitish sohibida, sohibuhu. Bekituvchisi mal'undir. Oyatda kelganidek. Innallazina yaktumuna ma anzalna. Ya'ni biz nozil qilgan narsalarni, hujjatlarni, hidoyatlarni bekitadiganlar, kitobda uni biz bayon qilgandan keyin deb oyatning davomida ulaykalladina la'anahumulloh deb oyatda keladi o'sha, ya'ni la'nat kelgan. Demak, payg'ambarlar hech narsani bekitmaydi. Hop. وأما ما لم يؤمروا بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه وهو ما لم يؤمروا بعدم تبليغه وبعضه يجب كتمانه وهو ما أمروا بكتمانه كبعض الأسرار الإلهية. Endi yetkazish bilan yetkazishga buyurilgan narsa masalasi o'tdi. Uni bekitishmaydi. Bekitsa, bekitish mumkin emas. Qanday qilib bekitsin, holbuki la'nat kelgan bo'lsa bekituvchilarga. Ammo yetkazishga buyurilmagan bo'lsa-chi, yetkazishga buyurilgan ma'lum buyurilmagan, yetkazish buyurilmagan narsalarga kelsak, ularning ba'zisini yetkazishda ixtiyorli qilinadilar payg'ambarlar. Ixtiyorli qilinadigan qaysi? Va huwa ma lam yu'maru bi adami tabligh. Yetkazmaslikka buyurilmagan qismlarida ixtiyorli. Ya'ni ba'zi xabarlarni yetkazmagin deb buyurmagan Alloh taolo payg'ambarlarga. U narsada payg'ambarlar ixtiyorli bo'ladilar. Holatga qarab yetkazish ham mumkin, yetkazmasliklar ham mumkin. Va ba'duhu yajibu kitmanuhu, ba'zisini bekitish vojib bo'ladi. Yetkazishga buyurilmaganlarning ba'zisi bekitish vojib bo'lgani ham bor. Va huwa ma umiru bi kitmanihi. Bekitishga buyurilgani endi u. Kaba'dil asrori ilahi, ba'zi ilohiy sirlar kabi, asrorlar kabi. Va ba'du hadal qismi udina lahum fi isalihi li ba'dil afrod. Bu qismni ham ba'zisini ba'zi fardlarga yetkazishga izn berilgandir. Masalan, kal xulafa'il arba'ati va ka Abi Hurayrata, 4 xalifa kabi va Abu Hurayra kabi.
وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. Mana shu sir asrorlar valilarning, avliyo zotlarning orasida aylanib yuradigan narsalardir. Xo'p. وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. Ya'ni ularga bu sifatlar ham amri mahol bo'ladi. Al-balaha o'sha devona sifat bo'lishlik. G'aflat. Al-balada kalta fahmlik. Bularning hammasi amri maholdir ularga. وجائز عليهم كل عرض بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. Endi joiz bo'ladigan narsalar. Ya'ni nimalar joiz payg'ambarlarga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar. Ularning oliy martabalarida noqislikka olib bormaydigan barcha bashariy, ya'ni odamzodga oid sifatlar araz. بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا ولا مرضا مزمنا. ya'ni qaytarilgan bo'lmaslik bilan ولا مباحا مزريا, ya'ni muzri, ya'ni aybga, ya'ni aybli bo'ladigan. Al-izro degani insonga aybli bo'ladigan narsada. Wala muzri, ya'ni aybga soladigan, insonni aybli qiladigan muboh ham bo'lmaslik. Wala maradan muzminan, ya'ni surunkali kasallik ham bo'lmasligi kerak. Aw ta'afahu nafs, ya'ni yoki tabiat xushlaydigan, nafs xushlaydigan, yoqtirmaydigan bir narsa bo'lmasligi kerak u sifat. Kal juzami val baras, mana qo'tir va pes kasalliklari kabi. Ya'ni payg'ambarlarda bu narsalar bo'lmaydi-da, chunki payg'ambarlarning dushmani ko'p bo'ladi-ku. Bu mana u kasali bor odam bu deb iymon keltirmasligi mumkin. O'sha sababdan ham. Boshqalar ham nafsi iymoni yoki qalbi zaif odamlarga ham o'sha narsani yuqtirishib keyin. Demak, bu sifatlar payg'ambarlarda bo'lmaydi, lekin musulmonlarda bo'lishi mumkin. Va bu narsa musulmonlarni yoqtirmaslikka yoki boshqa nimalarga sabab bo'lmaydi bu, albatta. Payg'ambarlarda mana shu sifatlar bo'lmasligi kerak. Chunki ular payg'ambar bo'lgan zotlar, ularning da'vati uchun bu narsalar shart qilingan. سواء كان مما لا يستغنى عنه عادة كالأكل والشرب والنوم أم كان مما يستغنى عنه كأكل الفواكه والنكاح أو كان من الأمراض غير المزمنة وغير المنفرة فكل ذلك جائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. Endi o'sha joiz bo'lgan narsalarni, mana ular bo'lmasligi kerak dedi, boshqasini bo'ladiganlarni aytayapti. Barobardir, endi undan behojat bo'ladigan narsa bo'ladimi? Behojat bo'linmaydigan narsalardan bo'ladimi odatda? Yeyish, ichish kabi, uxlash kabi. Undan behojat bo'lmaydi hech kim. Payg'ambarlar ham bu sifatlar bilan sifatlanishi joiz. Yoki undan behojat bo'ladigani bo'ladimi? Masalan, har xil mevalarni yeyish kabi, nikoh kabi. Yoki surunkali bo'lmagan kasalliklar bo'ladimi? Isitmasi chiqishi, mana shunga o'xshagan. Va g'ayril munaffira, insonni nafratlantirmaydigan. Fakullu zalika jaiz. Bularning hammasi ularning haqqida joizdir. Va la takhlu hadhihi al-a'radu an-nazilatu bihim min fawaid. Endi ularga tushadigan bu kasalliklar yoki arazlar, bu sifatlar bir necha foydalardan xoli bo'lmaydi. Kata'zimi ujurihim va uluwi maratibihim indalloh. Ajrlarini buyuk bo'lishligi kabi, Allohning huzurida ularning martabalarining oliy bo'lishligi. Shunday qodir Alloh taolo shunday oliy qilib qo'yishligi ham, ajrlarni ulug' qilib qo'yish ham mumkin ularni. Lekin aytayaptilarki, Allohu taala va in kana qodiran ala an yaf'ala bihim zalika min g'ayri ibtila'in va mashaqqatin tahsul lahum illa anna hikmatahu taala iqtadat tarattuba zalika ala al-ibtila' la yus'alu amma yaf'al. Alloh taolo garchi ularga o'sha imtihon va mashaqqatni
yetkazmasdan, qilmasdan, ularga qilmasdan yoki yetkazmasdan ham ularga hosil bo'ladigan mehnat, nima, imtihon va mashaqqatni yetkazmasdan ham qodir edi o'sha ajrga yetkazishi, oliy martabalarga yetkazishi. Alloh qodir edi bunga. Lekin Alloh taoloning hikmati o'sha narsalar, o'sha buyuk ajr va martabalar imtihonga tartib topishini taqozo qildi. Allohning hikmati bu. Alloh taolo qilayotgan ishidan so'ralmaydi. Allohning o'zi biladi nimaga unday qilganligini. Va kat-tashri', yana ularga bu sifatlar tashri' uchun ham sobit bo'ladi hikmati. Ya'ni shariat qilish, shariat tuzib berish bandalarga. Kama arafna ahkam as-sahwi fi as-salati min sahwi sallallohu alayhi vasallam. Mana sahv ahkomlarini, namozdagi sahv ahkomlarini Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahvidan bilib olganimizdek. Sahv ahkomlari o'sha hadisda kelgan payg'ambarimizning sahvidan bilindi. Foydasi nima bo'ldi? Tashri' bo'ldi buni. Ya'ni sahv mumkin. Sahv ham oriz sifatlardan-da, lekin bu noqislikka olib bormaydigan sifatlardan. Va kayfa tuadda as-salatu fi halil maradi wal khawfi min fi'lihi alayhi salatu wassalam hala ma zakar va dalalatul fi'li aqwa min dalalatil qawl. Va kasallik vaqtida, qo'rquv vaqtida qanday namoz o'qish ham o'sha Nabiy sollallohu alayhi vasallam fe'llaridan bilindi. Va fe'lning dalolati qavlning dalolatidan kuchliroqdir. Fe'l bilan ko'rsatib berilgani so'z bilan aytgandan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Mana tashri' bo'ldi bu ham. Ya'ni kasallik yetganda, kasallik yetish ham nima bo'ldi? Buni ortidan mana bu foydalar kelib chiqyapti-da. Salatul xavfni bildik, kasal odamning namozi qanday bo'lishini bildik va hokazo. Va kattasalli bi ahvalihim idza nazala bina ma nazala bihim. Ularning holatlaridan tasalli olish. Agar bizga ham ularga tushgan narsalar tushsa, ayriliq bo'lsin, kasallik bo'lsin, odamlarni beradigan aziyati bo'lsin va hokazo. Xususan da'vat ahliga bo'ladigan aziyatlar. Inson g'amga tushganda Nabiy sollallohu alayhi vasallamga tushgan narsalarni ko'rsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni holatlarini mulohaza qilsa, men oddiy odam bo'la turib, menga tushmaydimi, payg'ambar bo'lsa ham u zotga kelgan narsalar deb tasalli oladi, ko'ngli yayraydi bu narsadan insonni va g'amginligi ketadi. وكالتنبيه على حقارة الدنيا وخسة قدرها عند الله تعالى ولذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. va dunyoning haqir ekanligi, Alloh taoloning huzurida dunyoning haqir ekanligi, qadrini past ekanligiga tanbeh bo'lish kabi, ya'ni foydalardan biri shu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham aytdilarki, agar dunyo Alloh taoloning huzurida bir pashshani qanoticha og'irligi bo'lganda edi, undan kofirga bir qultum suv bermagan bo'lardi, suv ichirmagan bo'lardi. فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأذية الخلق لهم علم أنها لا قدر لها عند الله تعالى فأعرض عنها بقلبه بالكلية وعلق قلبه بربه في البكرة والعشية إن كان ذا همة عالية حتى يرى إثر موته عاقبة هذه العيشة المرضية. Agar oqil ularning, ya'ni payg'ambarlarning ahvollariga nazar soladigan bo'lsa, kasallik, mol dunyoni ozligi, odamlarni ularga aziyat berishligilardan iborat. Biladiki, u narsalarning hech qaysisini Alloh taoloning huzurida hech qanday qadr yo'q ekanligini biladi. Va undan yuz o'giradi qalbi bilan batamom. Va qalbini erta-yu kech Rabbiga bog'laydi. Agar oliy himmat bo'lsa, to o'limini ortidan bu rozi bo'linadigan hayotning oqibatini, samarasini ko'rgunga qadar. O'limgacha mo'min kishiga hech qanday g'am, tashvish yo'q. Modomiki payg'ambardek zotlarga mana shunday holatlar ro'y berar ekan, biz kimmiz?
biz xafa bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo bizga ko'p ne'matlarni berib qo'ydi. ودخل في قولنا المباح المزري سؤال الصدقة بل قبولها فلا يجوز عليهم والأكل في السوق. Hop, al-mubahul muzri degan so'zimizga sadaqa so'rash kiradi. Balki qabul qilish, sadaqani qabul qilish ham kiradi. Ya'ni aybli bo'ladigan mubohda, insonga ayb bo'ladigan mubohga payg'ambarlar sadaqa so'ramaydilar va qabul ham qilmaydilar sadaqani. Ularga joiz emas. Va bozorlarda yeb yurish ham joiz emas. Bu muruvvatga xalal beradigan aybli ish hisoblanadi. Hop. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ودخل في المرض المزمن العمى والجنون. Surunkali kasallikka ko'rlik va jinnilik kiradi. Walau qalla ozgina bo'lsa ham. Lianna sha'nahu an yuzmina va liannahu naqsun. Chunki sha'ni oz bo'lsa ham hatto u davomiy bo'lishdir, surunkali bo'lishdir. Va u noqislikdir. Walam ya'ma nabiyyun qattu. Hech payg'ambar, biron bir payg'ambar ko'r bo'lgan emas. وما قيل إن شعيبا عليه السلام كان ضاررا لا أصل له. Shuayb alayhissalom ko'r bo'lgan ekan degan gapni asli yo'q. ويعقوب إنما حصلت له غشاوة وزالت. Yaqub alayhissalomga esa bir parda hosil bo'lib u ketgan keyin. Ya'ni do'fu basar, ya'ni ko'zida ko'rishida zaiflik bo'lgan, ko'p yig'laganligidan, ko'p yosh to'kkanligidan ko'rishida zaiflik bo'lgan. Keyin u zaiflik ko'tarilgan. Ya'ni mutlaq ko'r bo'lgan emas-da. Yaqub alayhissalom. Hop. Ayyub alayhissalom masalasi ham ko'p qissalar mashhur, endi o'shaligi badanlari qurtlab ketgan, qurt tushib qolsa uni qaytib joyiga qo'ygan, keyin Allohga iltijo qilgan, seni zikr qilib turadigan tilim salomat tursin degan nimalar, har xil qissalar bor bu borada. Bularning hammasi botil qissalar deydilar ulamolar. Ya'ni Yaqub alayhissalom Ayyub alayhissalomni kasalligi teri bilan go'sht orasida bo'lgan. Ya'ni nafratlantirmaydigan kasallik bo'lgan. Hop. Ana Bojuriyda keladi. Va ma kana Ayyubu min al-bala'i fa kana bayna al-jildi wal-'azm. Teri bilan suyakni orasida bo'lgan imtihoni. Falam yakun munaffiran. Nafratlantiruvchi bo'lmagan. Ko'p qissalarda kelganidek. Ko'p qissalarda kelgan hikoyalarning hammasi botildir, deyaptilar. Hop. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Namoz o'qib, yana qaytamiz darsga 10 daqiqalardan keyin inshaalloh.